Shuncha o'choqni qilibmiz u. Faqat o'tni yonganini va tortayotganini ko'rsatar ekanmiz. Mana oddiy o'tin va albatta gugurt. Ozgina qog'oz. Yaqinroq ko'rsating. Tortimini ham ko'rsatamiz shuning uchun. Buning ichida hech qanaqa bir tegaga yordam beradigan texnik jihoz yo'q. Xudo xolasa o'tga qolamiz. Hammaga assalomu alaykum. 8 million so'mga bitirayotgan letniy ko'hnamizda endi o't yoqib, tortimni bitta ko'rsatamiz. Qarang, o'chmayapti. Tepadan bitta ko'rsating, tepasidan. Nima deyapti tortimlar? Tortim gap yo'q, xudo xolasa. Hammadan yaxshi masala. Mana bundaqa gaz panelni mo'ykani qildirtiraman deb orzu qilib kutib yurgan obunachilarga hammaga assalomu alaykum. Yaqinroq mana shusini bitta ko'rsatib oling. Nima deyapti? Like bosishga arziydimi? Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Endi bir boshdan boshlaymiz. Mo'ykamiz, bitta gaz panel va qozon. Birinchisi, ikkinchisi bitta majburcha ko'rinish olib xonaga qaradilar, mehmonlar kelishyapti. Kutib olinglar deyotganda bitta choy damlab, marka qo'yib va povarda oldi suhbatlashib, mehmon kutish mazza bo'lsa kerak-ya bu narsalar. Buni o'paylik hozir. Va albatta bitta doimgidek tandirimiz zontigini ilib, tandirimiz 18 talik xonadonbop buni pishirib, kafelchalarni qilib bosib, hammasini bitkazib qo'ydik. Bu safar endi oraga bitta video tiqalmaymiz, sababiki bu pishirishni olmadik. Endi hamma vaqt har doim o'zimiz pishiramiz, buni bunday qilamiz, o'zimiz aytamiz. Buni ko'rgansizlar. Endi narx-navo masalasiga kelamiz. Narx-navosi qanaqa bo'ldi, necha kun vaqt ketdi bunga, shular batafsil harakat qilamiz. Oyoqda maza keyin e'tibor beramiz. Xudo xolasa eshitilayotgan unutamiz. Endi buni narxni aytdik. Bu albatta haziladi. 8 millionga emas. Shu narsani Toshkent viloyati Qibray tumanining o'sha gilamchilar ko'chasida qilganmiz. Ko'chasi nomi Toshkent esimizda yo'q. Xullas gilam bozorda ekanmiz. Mana shu holatni polностью bitirganimiz. Faqat xizmat haqqimiz. Bitta g'isht olib kelmadik, kafel boshqa hech narsa olib kelganimiz yo'q. O'zimiz kelamiz va albatta o'zimiz bilan instrumentimiz. Mana shu xizmat haqqimizni o'zi 6 kun mobaynida qilingan. 10 million so'mga qilib berdik. Bitta mo'ykamiz, gaz panelimiz, kichkina qozon, litr nima aytaylik, 18 litrli qozon, ikkinchisi bitta 60 talik. Eshik yopaverib, ochaverib, zerikmaysizlarda. Va albatta bitta 60 litr nerjoyka bokimiz, qozonimizda tandirimiz hammasini tanishtirdik. Narx-navosini aytdik. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga bitta yaxshi narsani aytib qo'yamiz. Xudo xolasa 1-dekabrdan to 1-martgacha narxlar tushirib qo'yamiz. Sababi kun kalta ham sovuq bo'lgan hisobiga 20% skidka narxda ish ketadi. Xo'p, endi mo'ykalarimiz, hamma narsasimiz bularda choyxonalar, oshxonalar, bu restoranlar chaqiryapti-da. Usta, menda bunaqa komplekt holat yo'q yoki bitta gaz panel, mo'yka, bunaqa tandir kerak emas. Faqat qozonda o'zi bo'ladi deydigan hamyurtlarga endi orientirga qarab, ya'ni viloyatga qaraymiz. Toshkent shaharmi, Yovoqami, Samarqand, Buxoro, Navoiylarmi, vodiy bo'lsa, farqi yo'q. Buni lokatsiyaga qarab turib, narx-navosini chiqaramiz. Ya'ni bu komplekt, pol komplekt deyiladi. Bitta faqat mangalimiz yo'q. Keyin bitta taligi uzundan uzun turna qator bo'lib ketgan рабочий stol yo'q bu yerda. Shuning uchun razmerimizni eslatib o'tmabmiz. Razmerimiz 5 metrga 3 metr joy bo'lgan. Narx-navosini aytdik. Kafelimiz, qanaqa kafel bosilgan desalaring, oddiygina bekka kerama granit ishlangan. 60 ga 60 kerama granit, 80 ga 30. Oddiy keramik kafel bu ham. Granit emas bu, kafel. Ko'ryapsizlar? Endi mana shu joyda o'ziga kimdir aytishi mumkin, "Oho, juda chiroyli chiqibdi" yoki qanaqadir. Bu narsani o'zi bir 70 ming, 80 ming kafel ketadi. Faqat uni qilib, chiroyli qilib, uch burchak kesib turib, ajoyib chiroyli, shoshilmasdan bosib qo'ysanglar, xuddi mana shu manzarani ko'rasizlar. Xuddi mana shu ko'rgan manzaralarda aytib o'tdik. 6 kunlik mehnat va albatta 10 million so'mga xizmat haqqimiz bo'lgan. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, rayt bosib
obuna bo'lib, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, ya'ni qishin yozin. Qishda dam olish, dekabr dam olish, unaqa narsamiz yo'q. Hamma vaqt aloqadamiz, telefon qilinglar. Xizmatlarda aytdik. Samarqandmi, Qoraqalpog'istonmi, Toshkent, Vodiy farqi yo'q. Hamma joyga boriladi. Borib, kelib ishlashimizga sharoitimiz bor. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.